Bizda bir-birimizni qanchalik bilamiz. Meni yoqtirgan ovqatim fast food. Apamniki manta bo'lsa kerak. Meni yoqtirgan ovqatim fast food, uni yoqtirgan ovqatim manta. Meni yoqtirgan sonim 7. Apamniki 5 bo'lsa kerak. Meni yoqtirgan sonim 5, uni yoqtirgan sonim 3. Meni yoqtirgan rangim qora. Opamniki qora. Meni yoqtirgan rangim qora, uni yoqtirgan rangim qora. Meni yoqtirgan mashina BMW, opamniki ham BMW ligida. Meni yoqtirgan mashina BMW, uni yoqtirgan mashina ham BMW. Meni yoqtirgan ichimligim adrenalin, opamniki mojito. Meni yoqtirgan ichimligim mojito, uni yoqtirgan ichimligi adrenalin. Meni yoqtirgan faslim kuz, opamniki qish. Qish nimasi yoqadi? Meni yoqtirgan faslim qish, uni yoqtirgan fasli kuz. Endi o'zlaring hal qilasizlar. Biz qanchalik bir-birimizni tushunishimizda.